2025-yil 15-iyunda akamiz Namangandan kelibdi mana. Gilos ko'chatdan boq qilaman deb kelgan ekan. Navlarni tanlayapsiz akaga. Aka ko'chatlar yaxshimi? Ko'chatlar zo'r yaxshi. Namangandan atay biz oqtarib kelibdi, mehnatlarni ko'rib do'stlar. Mevali ko'chatdan boq qilaman deydiganlar bemalol kelishlari mumkin. Qanaqalik ko'pchilik aka savollar beradi-da. Do'stlar, mana tagi vishnada eskidan bo'lib kelgan, valovoy bahorimizdan bo'lib kelgan. Prosta hozir bizning iqlimlar o'zgarib ketgan chunki aka himoyat valovoylar kam solyapti. O'shuni sabab endi yangi sortlar solganmiz, bular effekt berdi. 10 yoshli, 12 yoshlarni ham ko'rdik. Kalibri ham zo'r, holati zo'r. Hammasi boquvga bog'liq. Tayli-payli deyapti, lekin boquvga bog'liq, qarovga bog'liq. Bir shoqqa tarbiyalaganmiz aka. Ko'chatlar yaxshimi holati? Zo'r. Mana gilos ko'chatdan boq qilaman deganlar 8 navlarimiz bor. Ertaki, kechki, o'rtaki hammasidan bor. Bemalol kelaverasizlar. Ko'chatda bir 70% dan oshiq sotilib ham bo'ldi. Qolganiga xudo xolasa bemalol kelishlaring mumkin. Ustidan sveji ko'chirib beramiz aka xudo xolasa. Mehnatlarga bittadan like bosib qo'yamiz.